Eronda hali dunyoga kelmagan Mittivoyning ultra tovush tekshiruvida aks etgan surati ona qornida xotirjam katta bo'lyapti. Ammo shu kichik qog'ozni qo'liga ushlamaganlar qancha, natijasizlikdan qiynalganlar oz emas. Kichik muddat bo'lsa u qadar bilinmas, ammo 5, 10, 15, 20, 28 yillab o'z zurriyotni kutganlar soniyalarni qanchalar azobda o'tganini yaxshi biladi. Ularning muammolari, befarzandlik dardiga yechim topish mumkinmi? Bugun shu yo'lda ishlayotgan jamoa bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. 17 yil farzand ko'rmagan ota. 17 yil stressda yashagan bular. Yangam meni tabriklang dedi ovsinim. Biz ishonmaymiz. Men misol uchun men ham ishonmayman. Qorningizda yostiq emas, to'g'rimi? Bular aktyor emasligini qattan biz bilsak bo'ladi. Keyin sizning savolingizga ham qisqacha javob berib o'tamiz. Bilasizmi? Qo'pol qaysi ham peshib chiqsin deydi-yu. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Nurbek aka va Matluba opa jiyanlarini ko'tarib erkalatardi, lekin ularni ota-ona deb chaqiradigan farzandi bo'lmagan. 17 yil ular farzand kutishdi. Mana shu tarix bilan bugun tanishamiz. Hech kim ravo ko'rimiz buni. Yig'laganman, hech kim ko'rmagan joyda. Dard ko'targa onam ko'ra olmadilar. O'tib ketdilar. Ko'rsam deb bitardilar faqat. Niyatlari Mayli endi gapira olmayman. Qachon 17 yil davomida deyarli har kuni takror va takror berilgan savollar shu bo'lgan, ammo javob topilmasdi. Ammajon, meni tobutimni kim ko'tarar ekan degan gaplargacha aytdi-da, shu gaplargacha aytdi-da. Doktorlarga bordik, qancha joylarga bordik. Yigitni bir bolani umri bu. Faqat topganimiz shu o'lmaya ketganda emas. Doktorlarga dori-darmonga ertadan ketamiz, kech kelamiz. Ayrim payt keyin ham kelmay qoladi to'g'risi. Lekin juftlik yengilishni istamagan, ularning oldidan Plan Baby chiqdi. Homilador ayollar ko'rsam havas qilardim. Spiralin, mamalin, biologik qo'shimchalarni. Bizga o'xshagan oilalar farzandli bo'lganlarni ko'rib, yuragimda umid uyg'ondi. Allohga shukr, niyatimizga yetdik. Vositaning oilaga kirib kelish sababi ham bor. Oiladagi yana bir akaning farzandida ham yangilik bo'lavermagach, Plan Baby'ni xarid qilishgandi ular ham. Mana natija, qo'limizda ushlab turibmiz. Shuning uchun ham kelinimizga shuni tavsiya qildik, deydi ular. Televizorda ko'rib, sizlarni ko'rib, bular keyin olib ishdi shundan. Qo'lingizda mana natijasini ko'tarib turibsiz. Xudoga shukr. Xushxabar kuni 17 yillik azob uqubatlarni unutdik. Endi u paytlarni eslagimiz kelmaydi, deydi baxtlilar. 1-dekabr kuni tong soat 5 da yangilik borligini sezdim va xo'jayinimga aytdim. O'sha ham xursand bo'ldilar. Tasavvur qilish qiyin, aytib bera olmayman til bilan. Birinchi kun shu ayoldan eshitdim. Sevinib ketdik, ko'zimizga yosh olib, birga xursandchilikni nishonladik. Hammasi esdan chiqib ketdi mana hozir 2 oydan buyon. Endi nima mavzularda gaplashyapsizlar? Hech kim payaqida. Tezroq tug'ilsin deymiz. Harakat va sabr qorishsa, albatta yaratgan o'z ne'matini in'om etadi. 17 yillik g'amlarni aritgan vosita sizning xonadoningizga kirib borib, balki xursandchilik olib kelar ketidan. Hamma shu mamalin, Supralining adresini so'raydi kelinlar. Ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganlar ko'p bo'lsa kerak. Demak, 17 yil farzand ko'rmagan ota hikoyasi studiyamizga juda ko'p izohlarga sabab bo'lgan videodagi ayolni chaqiramiz. Marhamat. o'n 17 yil farzand kutgan ota videosi. Sizni turmush o'rtog'ingiz. Video tarqalganini oilangiz ham bildimi? Ha, bilishdi. O'sha paytlarni eslasangiz, xo'sh, qayerdan eshitdingiz, nimalar deyishdi, atrofdagilarning, qo'ni-qo'shnilarning munosabati qanday bo'ldi? Markaziy studiyada farzandlik bo'lgan ayollarni ko'rib, yuragimizda umid uyg'ongan. Va shuni olib ichishga qaror qilganmiz. Mana natijasini ko'rib turibmiz. Haqiqatdan ham 17 yil kutdingiz. Ha, haqiqatdan ham 17 yil kutganman. Shu yillar davomida sizni biroz o'ylantirgan, qayg'uga solgan vaziyatlar ham bo'lsa kerak. Qayg'uga solgan vaziyatlar ko'p bo'lgan, lekin matonat bilan, sabr-toqat bilan yengib o'tganmiz. Xo'jayinim bilan. Asosan nimalar bilan, qaysi savollar bilan sizni qiynashardi? Ajrashish masalasi. Shunaqa gap so'zlar bo'lgan. Lekin xo'jayinim bilan birga sabr-toqat bilan yengib o'tdik deb o'ylayman. Xudo xolasa, natijasini qo'limizga olganimizdan keyin quvonchimizga yanada quvonch qo'shiladi. Tushunishimcha bu Ovsinim. ovsiningiz
Mana shu yo'lni tanlashni ular sizga tavsiya berganlar. To'g'ri, tavsiya qilganlar. Siz qatdan eshitdingiz bu dori haqida? kelin oldik. Kelinimni bir muddat bolasi bo'lmadi. Keyin o'zimizni tumandagi vrach ko'rigiga olib bordim. So'ng shunda vrach shu ana mamalin tabletkami biologik qo'shimchani yozib berdilar. O'zimiz aptekladan sotib oldik. 1 oy vaqt ichida ichdi kelinim. Natijasi yaxshi bo'ldi. Foydalanishdan oldin qandaydir bir aniq bir faktlar bo'lishi kerak. Faktlar. Qayerdandir eshitdingizmi haqiqatan ham natija berganini? Vrachimiz o'zi tavsiya qildilar. Bu dori yaxshi dori, yangi chiqqan. Topib shuni ichirib bilsangiz, natijasi yaxshi bo'ladi deb aytdilar. Biz ham shunga qarab harakat etdik. So'ng shuni natijasi yaxshi bo'lgandan keyin ovsinimga aytdim. Shu yaxshi dori ekan, sizlar ham olib ichib ko'ring desam, ovsinim aytdilar-ki, ichish niyatimiz bor dedilar. Keyin bular ham olib ichdilar. Ana natijasi yaxshi bo'ldi. Qorako'l tumaniga borganimiz hamon esimizda va bu oila juda ham xushchaqchaq oila. O'zi aslida menimcha studiyaning yuki biroz bosyapti sizlarni. Plan Baby sabab dunyoga kelgan nabirangiz yaxshimi? Juda yaxshi. Katta bo'lyaptimi eson-omon? 1-mart kuni 1 yoshar bo'ldi. Tug'ilgan kunni o'tkazdik oila davrasida. Kattadan katta rahmat aytaman. Sizlar 6 oy kutgansiz xolos, to'g'rimi 6 oy keliningizda? kutdik. Lekin ovsiningiz 17 yil kutgan va uning azoblarini ularning o'zi chiroyli qilib bizga ana shu paytning o'zida so'zlab berganda turmush o'rtog'ingiz kelmabdilar, bizningcha ishda bo'lsa kerak. Ayrim bir sabablarga ko'ra kela olmadilar. Lekin ota bo'lishini his qilib, maza qilib ishlayotgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana shu masala o'ylantirgan oilalar juda ko'plab shifokorlarga murojaat qilishadi. Aytarli natija bermaydigan maslahatlar, dorilar yozib berishadi deyshadi. Sizlarda ham mana shunday holat kuzatilganmi? 17 yil mobaynida bormagan doktorimiz qolmagan. Borgan biza, lekin natija ko'rmadik. Nimalar deyishlari mumkin? Masalan, xuddi shu masalada adashayotganlar yoki bo'lmasam o'sha xuddi siz boshingizdan o'tkazgan voqealarga uchrayotganlar bo'lishi mumkin. Ularga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Juda ham ko'p bunaqa oilalar murojaat qilishyapti. Hozirgacha telefon qilib so'rashadi. Shu spiralin, mamalin biologik qo'shimchasini tavsiya qilamiz. So'ragan oilalarga tavsiya qilib kelmoqdamiz hozirgacha. Olib ichishlarini yana bir bor tavsiya qilaman. Natijasi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Ona bo'lasiz degan xabarni eshitdingiz. O'sha paytlarni demak eslasak, qanday his-hayajon bo'ldi? Kimlar bilan bo'lishdingiz bu xabarni? Xush xabarni o'zimda sezganimdan keyin juda ham hayajon bo'ldi, xursandchilik bo'ldi. Ana birinchi bor shu ovsinimga aytganman yangilikni. Shu oiladagilarga, oila a'zolarimga aytganman, xursand bo'lishgan. Quvonchimiz cheksiz bo'lgan. Birinchi marta eshitganimda yanga meni tabriklang dedi ovsinim. Ishonmadim-da. Nimaga tabriklagi desam, shunday menda yangilik bo'ldi dedilar. Ishonmay shunday rangga qarab qotib qoldim. Keyin yo'q, shundoq deb aytganlardan keyin ishonib, quchoqlab, tabriklab. Haqiqatan ham siz imoningiz komilmi shu biologik qo'shimcha bilan homiladorlik bo'lganiga yoki boshqa lecheniya ham bo'lganmi o'sha paytda? Boshqa hech qanaqa lecheniya bo'lmagan, 100% imonim komil, shu qo'shimchadan boshqa hech qanaqa dori tabletkalar iste'mol qilmaganman. Chunki men ko'p eshitganman, biologik aktiv qo'shimchalar bular yaxshi, foydali, sog'liqni tiklaydi, lekin bunaqangi davolovchi effekt berishini endi eshitishim. Doktorlarga ham bormadik, analiz ham topshirmadik. Faqat shu biologik qo'shimchani o'zi bilan natijaga erishdik. Hozir sizga murojaat qilayotganlarga siz kafolat bera olasiz, ya'ni. Bizga o'xshagan oilalar iste'mol qilib farzandlik bo'lishligini xohlayman. Assalomu alaykum, men ginekologman. Qiziqtirayotgan savol, 17 yil ichida sizga qanaqa diagnoz qo'yishgan? Nima tashxis bilan sizda besplodie bo'lgan? Aynan bepushtlik bo'lgan. O'zingizda muammo bo'lganmi, nima? Ikkala tarafda ham muammo bo'lgan. Nima diagnoz qo'yilgan? Xo'jayinimda kam harakatchanlik bo'lgan. Ovulyatsiya vaqtida yetilmagan. Hozir siz ayni damda tushunishimcha homiladorsiz. Necha oylik yoki haftalikmi? 5 oylik. Siz 17 yil davomida turmush o'rtog'ingiz bilan maqbul birga yashadingizmi yoki shunday vaziyatlar bo'ldi, ona uyingizga ketib qoldingiz, ota uyingizga shunday uylamoqchi bo'lishgan, kimdir har xil sinovlar qilib ko'radi. Sinovlar bo'lgan, lekin mana ovsinim guvohlar, onamlarnikiga bor bir kun yotib kelmaganman. 17 yil mobaynida bir kun ham bir-birimizdan ajralmaganmiz. Xo'sh, yana bir oila mana shu savolga qanday javob beradi? Ular 28 yil davomida, demak, natija bo'ldimi, yangiliklar bormi degan savolga javob berishga majbur bo'lgan va 50 yoshdan oshganda zurriyot ko'rgan baxtli oila bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Marhamat.
xursandchilik mana 25 yildan kutganimda mana niyat qilganman xohlasa farzandim bo'ladi deb. Choling, to'xtamasin. Ukamda yo'qmi? Xudo shuni bunday qisdimi dedik. Yo'q, Xudoga shukr bor ekan mana. Endi mana bor yuzim yorug' bo'ldi mana. O'zlari ham ko'radi, boshqalarga. Bu kishidan xursand insonni o'zi yo'q. Mana oilam ham hammasi xursandman, opalarim ham xursand bo'lib turibdi hammasi. Qarindoshlar mana eshitgandan telefon qilyapti, jo'ra tabriklayman. Mana farzandi bo'lsa, uka berar ekan farzand deganim. Sog'lom deyishdi. Hech anaqa narsa yozib bergan yo'q. O'zi yaxshi, harakati ham. Chaqaloq sog'lom. Plan B iste'mol qilganmiz, mana xudo yuzimiz yorug' qildi, mana farzandlik bo'ldik. Va tibbiyot birlashmalari ularga ham rahmat, mana sog' salomat farzandni tug'ib mana bizga berishdi. Sinfdoshlari mana pastda o'zi qizlarini chiqaryapti, kelin olyapti, nevarali ham bo'lyapti-da. Bu to kelin bo'yda buguncha yuragimiz mana shu pirpirab turdi. Mana bo'ldi opa devdi. Allohga shukr deb u tog'dan bu toqqa baqirgilarim keldi. Sizlarning kompaniyaga rahmat. Minnatdorchiman. Asosan sizlarga rahmat. Shunaqa mahsulot chiqargan ekansizlar. Ukamni shu dardlardan xolis qilgan shu farzandi bo'lsin, boy davlatli bo'lsin. Shuning xursandchiligi, bizning xursandchiligimizda Hech kimni farzanddan ayirmasin, doimo bo'laversin. Farzand bilan hayot shirin. Plan B mahsulotlari sabab yana bir xonadonda chaqaloq yig'isi yangradi va siz hoziroq 71 kodi bilan 200 0805 raqamlariga qo'ng'iroq qilib Mamalin va Spiralin mahsulotlariga buyurtma berishingiz mumkin. Buyurtmangizni yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Men er xotinga aytardim, kim tez yurishga yuri o'ynayladi, har kuni 1 soatdan 1,5 soatgacha yuringlar. Buni tarkibidagi o'sha dorilar hammasi qanchalik harakat ko'p bo'ladigan bo'lsa, qon aylanish qanchalik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bir necha bor bir-birini potensirat qilib, o'sha sinergik ta'sir qildirib, unidan bo'ladigan samara juda ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hamkasblarimga, shogirdlarimga aytadigan narsam shu. Birinchi, parhez, jismoniy tarbiya mashqlari, undan keyin Spiralin yoki ayol kishiga Mamalin. Plan B mahsulotlari Mamalin va Spiralin kapsulalarini bir qator malakali shifokorlar, jumladan oliy toifali shifokor, urolog, androlog, doktor D, malakali ginekolog Surayyo Zaripovna va Yevropa urologlar jamiyati a'zosi Jasurbek Norqulovlar va bir qator oliy toifali shifokorlar tavsiya etishadi. Va aynan ushbu oliy toifali shifokorlardan ta'lim olgan malakali mutaxassislar siz Plan B mahsulotlarini iste'mol qilib natijaga erishguningizga qadar doimiy ravishda nazorat qilib borishadi. Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida maxsus yetkazib berish xizmati tashkil qilingan. O'zingiz va oilangiz salomatligini Plan B professionallariga ishoning. Germaniyaning Stern vitamin kompaniyasining xom ashyolari asosida tayyorlanib, O'zbekistonda qadoqlanayotgan Plan B mahsulotlari Mamalin va Spiralin xalqaro ISO 22000 hujjatiga ega. Bundan tashqari aynan kapsulalar uchun ham halol sertifikati mavjud. Kompaniya o'z ish faoliyatini boshlaganiga u qadar ko'p muddat bo'lmadi, ammo natijalar a'lo darajada. Doktorlar hayron qolgan unda bo'lganiga. Ishonib ichganmiz, uni fotosessiya qilib, bunday telefonlar bilan zavtrak qilib bo'lgandan keyin dorimizni ichardik. Kechqurun xursandchilik bilan ichganmiz. Sababi Plan B kompaniyasiga murojaat qilgan 10 mingdan ortiq oilalardan hozirgacha 2 mingdan ziyodi farzandli bo'lishga erishishdi. Eng muhimi barcha chaqaloqlarimiz sog'lom, ota-onalar esa bundan juda ham mamnun. Bundan tashqari kompaniya mijozlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda 2022-yilda Plan B klinikasini tashkil etdi. Bundan bilish mumkinki, Plan B kompaniyasi jamoasi insonlar salomatligi yo'lida ularga barcha qulayliklarni yaratishdan charchamaydi. To'g'ri, sizga hozir farzandli bo'lishingiz uchun har xil takliflar berilayotgan bo'lishi mumkin, ammo biz sizga xalq sinovidan o'tgan va sog'lom farzandli bo'lishingiz uchun yordam bera oladigan Mamalin va Spiralin mahsulotlarini tavsiya etamiz. Plan B jamoasining maqsadi mahsulot sotibgina emas, balki insonlar salomatligi yo'lida sifatli xizmat ko'rsatishdir. Plan B bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adashmasam, demak, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha mutaxassissiz va demak biz bugun muhokama qilayotgan shu biologik qo'shimcha haqida to'liq ma'lumotga egasiz. Shunaqa.
Xo'sh, yuqorida ginekolog ham o'z fikrini bildirdi. Sizning munosabatingiz qanday? Mani munosabatim kecha bular mani ko'rgimga kelishdi. Men ham ulardagi anamni yig'dim. 17 yil ichida bormagan joyligisi, qilmagan ishligisi qolmagan. Bularda hozir mana shu bizani preparatdan nima bo'lgan? Mamalin preparatidan. Aytganlaridek, erlarda ham muammo bo'lgan, o'zlarida ham muammo bo'lgan. 17 yil ichida ularda уже psixogen bepushtlik kelib chiqqan. Bilasiz, atrofdagi odamlarning gap so'zi, ularni siqishi, ularda ichki xotirjamlik bo'lmagan. Preparat tarkibidagi aminokislotalar qoyinlashini yaxshilab turib, har bitta a'zolarga o'zi bilan kislorodni olib kelib, monoterapiya o'zida yordam bergan. Chunki bular уже qiladigan ish hammasini qilib bo'lishgan. Faqatgina organizm tozalab chiqib ketilmagan. U dorilardan, gormonli ichib semirib ketgan ekanlar, har xil o'zgarishlar kuzatilgan ekan. Agar bemorda, ayolda trubalar bog'langan bo'lmasa yoki erida konkret azospermiya bo'lmaydigan bo'lsa, bu biologik aktiv dabavkalar juda ham yaxshi yordam ko'rsatadi. Bu yerda demakki ginekologlarimiz ham bor. Undan avval bir narsani aytmoqchiman. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, mana shu demak Plan Baby kompaniyasi ortidan 2000 ga yaqin oilalar demak farzandli bo'lishiga sababchi bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da, Instagram, Telegram, demak TikTokda ham faolligingizni bilamiz va u yerda natijaga erishganlar minnatdorchiligini bildiryapti. Ammo natija ko'rmaganlar ham bor degan fikrlar bor. Sizlarning mana shunga munosabatingiz qanday? Bunga menimcha ginekologlar ham o'z fikrini bildiradi. Har doim ham demak biologik qo'shimchalar natija ko'rsatadimi? Marhamat. Bu bitta biologik dori bilan homiladorlik yuzaga kelganda biz ishonmaymiz. Men misol uchun men ham ishonmayman. Ginekologimizning gaplariga xulosa solgan bo'lardim. Mana siz aytyapsiz, bu yerda trubalarda muammo bo'lmasligi. Bu preparatlarni to'g'ri qabul qilish har bitta bemorga operator tomonidan o'rgatilgan. Ya'ni qanaqa qilib aminokislotalarni, vitamin komplekslarni qabul qilishni o'zini ketma-ketligi bor. Misol uchun bizni vrachimiz, bizga birinchi o'rin dori emas, bizga birinchi o'rin natija. Natijaga qiziqqan vrach sifatida men shaxsan o'zim, men oldin mana batladan qo'llanmasdim. Birinchi marta 4 yil oldin mana shu preparat kirib kelganda menga bular chiqishganda men o'zim aytgan, men batlan ishlatmayman. Lekin internetdan o'qiganimdan keyin integratsion meditsina bor. Bilamiz, organizm har tomonlama homiladorlikka tayyorlash. Ya'ni уже organizm antibiotiklardan charchadi, gormonal preparatlardan charchadi. Nima qildik? Bemorni kasal qildik ularni. Organizmni tozalashga hozir chet elda birinchi o'rinda batladan qo'llanyapti. O'sha paytda bizda katta leksiya bo'lgan. O'shandan keyin men qiziqdim, o'zim ishlatib ko'rdim. Ishlatganimdan keyin o'zim natija bemorda ko'rganimdan keyin xotirjam bo'ldim. Chiroyli, biz aytayotgan demak biologik qo'shimcha haqida taniqli shifokor doktor D ham o'z munosabatini bildirgan. Ana mana shu nuqtada e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Ayollarimizni o'sha homila bo'lishga tayyorlashda, uniga homilani saqlab qolishda va eson-omon tug'ib olishi uchun прегравидационный подготовка deb aytamiz, o'sha прегравидационный подготовка uchun chiqarilgan preparat. Nima qilib berar ekan bu mamalin? Buni nima misol uchun ta'siri bor ekan deydigan bo'lsa, men buni tarkibi qismini juda ko'p o'zimni ilmiy maqolalarimda ham ko'rib chiqqanman. Buni ta'sirlarini o'rganib chiqqanimizda bu preparat birinchi bo'lib o'sha ayol kishida antral follikulalarini yetirib chiqishi, uni o'sha graf puzerini deymiz, pufakchasini yorilib chiqishi, undan keyin u o'sha nimani tuxum hujayrani spermatozoidlar bilan birga to'qnash kelgandagi bo'ladigan o'sha spermatozoidlardagi dekapitatsiya o'sha reaksiyasini amalga oshirishga, kuchaytirishga yordam beradi. Boshqacha aytganda, o'sha embrionni hosil qilishiga to'g'ridan to'g'ri yordam beradi. Klinikamizda 200 ta bemorga 10 oy ichida shu preparatlar berib, kuzatuv olib borildi. Birinchi bo'lib bepushtlik bor eri xotinlarga berilgan. Eriga spiralin, ayol kishiga mamalin preparati berilgan. Bularning ichida bepushtlik 1 yildan boshlab 15 yilgacha bo'lgan vaqt ichida yuz bergan bepushtlik bo'lgan. Hech qanaqa boshqa yordamchi texnologiyalarsiz quruq monoterapiya, ya'ni ayoli mamalin, eri spiralin ichgan bemorlar 7,7% holatda homila yuzaga kelgan. Bemorlarni azospermiya holatida ham kuzatdik. Bu bepushtlikni eng og'ir turi. Azospermiya degani eyakulyat tarkibida spermatozoidlar yo'q bo'lsa, xalq tilida 0% ekan deb aytishadi.
Bu azospermiya holati. Spiralin preparati berilgan. Va shu holatda bemorlarda 3 oydan keyin spermatogenez holati kuzatilgan. Shu men statistikaga qarab aytib bermoqchiman. Butun 10 ming ichida azospermiya bilan neobstruktiv azospermiya bilan kasal bo'lgan bemorlarda 100 dan oshiq holatda spermatogenez holati kuzatilgan. Bizga ham doktor D tavsiya qilgan biologik qo'shimchalarni ichyapmiz deb ko'p murojaat qilishadi va yana bir ana shular qatoridagi Qoraqalpog'istonlik o'qituvchilar oilasini studiyamizga taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Kichkintoy samolyotda qiynalib qolmadimi? Yo'q, qiynalmadi. Xo'sh, bugungi demak muhokamalarga sizlarni ham munosabatingiz borligiga ishonamiz. Sizlarda qanday kechgan bu jarayon? Qancha vaqt kutilgan? 9 yil mobaynida kutdik farzandni. Birinchi farzandimiz bo'ldi. To'ydan keyin 1 yildan keyin farzandimiz bo'ldi bitta. Katta qizimiz tug'ilgandan keyin yil o'tdi, yana o'tdi, yana o'tdi. Borib qoldi, 9 yilga borib qoldi. Farzandsizlik, ikkinchi farzandimiz. Doktorlarga ko'rindik shu orolda. Bormagan doktorimiz qolmadi. Yotqizdi, 10 kunlab davoladilar. Foydasi bo'lmadi. Keyin doktorni internetda ko'rganmiz. O'shani surishtirdik, olib ichdik. Spiralin, mamalin. Qayerlarga murojaat qildingiz ungacha? Ularning javobi nima bo'ldi? Nimalar deyishdi? Va aynan bugun ko'rsatuvimizni ko'rgan oilalar ham ba'zida natijasiz harakatlar nima ekanligini bilishlari kerak. Sizlarning tavsiyangiz ortidan. Aniq tashxis qo'ya olmagan hech qaysi farzand bo'ladi deb dorilar yozib beradi, ichdik. Natija bo'lmagan lekin. Siz necha oy davomida ichdingiz? 1,5 oy. 1,5 oy? 1,5 oy ichdik. Dori ichayotganingizda hayot tartibingiz o'zgardimi yoki avvalgiday edimi yoki nimadir o'zgardimi? O'zgardi. Qanday o'zgardi? Vaqtida ovqat yeb, vaqtida dorini ichib olish kerak bo'ldi-da. Bulardan eshitdim men, vaqtida yotish, gadjetlarni yig'ishtirish, piyoda yurish, toza to'g'ri ovqatlanish hammasi qonun qoidaga qilingan. Birinchi o'rinda psixologiya emas, fiziologiya. Vaqtida yotish, vaqtida turish, piyoda yurish, to'g'ri ovqatlanish, kontrastni dush qabul qilish, bular hammasi parasimpatik, simpatik nerv sistemani joyiga keltiradi. Odamda o'zida gormonlar o'zgarishiga olib keladi va odamda kayfiyat ko'tariladi. Ko'p homilador bo'lmayotganlarda qo'rquv kuchli bo'ladi-da. Qo'rquv kuchli bo'lganda tanada zajimlar bo'ladi. Mana shu dorilar bo'lishi mumkin, mana shu zajimlarni bo'shatib, xotirjamlikka olib kelish oqibatida natija bergan bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'istonlik mehmonlarimizning xonadonida hamkasbim Sarvar ham bo'lgan. Bugun studiyada o'sha yuqorida aytayotgandek balki hayajonlanishayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, yo'q, o'qituvchilarni hayajonga solib bo'lmaydi. Aha. Ular katta auditoriyalarda dars o'taverib o'rganib qolishgan. Bizningcha ba'zi so'zlarni, fikrlarini yetkazib berishda qiynalanyaptilar. Lekin biz bilan suhbat davomida akamiz juda samimiy muloqot qilganmiz va sizni yana bir bor ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz va o'quvchilaringizdan ortib bizga vaqt topganingiz uchun rahmat. Bugun kichkintoy yaxshimi? Endi bezovtaligi bo'lsa ham shirin, to'g'rimi ularni? Kun tartibingiz farzandli bo'lguningizga qadar palapartish bo'lgan bo'lsa, tug'ilgandan keyin yana palapartish, chunki kechasi uyqu yo'q bo'lsa kerak menimcha. Ha, uyqu yo'q. Qanday o'tyapti kun tartib? Kunduz uxlab, kechki payt uxlamayotganda. Lekin hamma qiyinchiligiga rozisiz. Ha, rozimiz hammamiz. Va bu oilada e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihat, katta farzand bor, oradagi 9 yillik tanaffusdan keyin yana farzandli bo'lish baxtiga muyassar bo'lgansiz. Va menimcha preparatni shu jihatiga ham mutaxassislar e'tibor qaratib ketishsa, shu bo'yicha ham fikrlar menimcha tomoshabinlar uchun muhim bo'lsa kerak. Bizda ko'pincha demak oilalarda kuzatamiz, agarda farzand bo'lmasa, asosiy muammo kelinda bo'lib chiqadi. Ya'ni kuyov tomon hech qaysi tibbiy masalada muammosi yo'qda yoki ajrimga haqida o'ylashadi. Shu masalada ham fikringizni bildirib o'tsangiz. Ha, bunaqa bemorlar juda ham ko'p kelishadi. Kelin tomonni qaynona ayblaydi, kuyov tomonni kelin tomon ayblaydi, lekin o'rtada biz baribir tekshiruvlar o'tkazamiz. Har bitta bemorni kelgandan keyin bepushtlik sababini o'rganish uchun tekshiruvlar o'tkaziladi. Tekshiruvlar natijasi keyin ularning o'rtasida hammasi baholanib, bepushtlik sababi topiladi.
boya aytib o'tishganidek monoterapiyada keyin qo'llashda kompleksda qo'llashda deb aytdilar. Keyin ikkilamchi bepushtlik kuzatilgan, preparatni qabul qilishgan. Hozir bular juda ham ko'p aytishyapti. Bo'lishi mumkin bularda asab tinchlangandan homiladorlik. Lekin men o'zim shaxsan ekoga tayyorlayman bemorlarni. Bizga bemorlar keladi, zaxirasi juda ham past bemorlar. Biz tekshirishdan oldin ko'ramiz. Ko'rganimizda yoshi 41 yosh, ikkili tuxumdonlarda zaxiralari bitta, ikkita ko'riladi. Bizga mana turk vrachlari bilan hamkorlikda birga ishlayapmiz. Ular bilan birga ko'rganda, ularni o'zligisi ham shunaqa komponentlardan tashkil topgan dorilar berishyapti deb atlar. Bizani preparatni bu demak biologik qo'shimchalar eko urug'lantirishga yordam berishi mumkin. Albatta, ular berishdan maqsad nima uchun berishyapti? Tuxum hujayraning sifatini oshirish uchun. Ya'ni sifatini oshirib turib, o'sha antral zaxirani yaxshilab berish uchun berishyapti. Berganda natija yaxshi bo'lyapti. Chunki bemorlar sinaldi, ko'rilganda bemor tayyorgarliksiz borgan bemorlar natija past bo'ldi. Ular qaytib kelgandan keyin, yana tayyorgarlikdan keyin preparatlarni, mamalin preparatini ma'lum vaqt ichgandan keyin borilganda ularda zaxira olingan tuxum hujayralarni urug'lanishi ham yaxshi bo'ldi. Klass bo'yicha ular baholanganda ham ularning sifati ham yaxshi bo'ldi. Homiladorlik kuzatildi. Assalomu alaykum. Meni ismim Nazgum, men marketolog bo'lib ishlayman. Bular aktyor emasligini qayerdan bizni bilsak bo'ladi? Aktyor emasligini men o'zim shaxsan vrach, reproduktolog, akshur ginekologman. Men Plan Baby klinikasining bosh shifokoriman. Kecha o'zimga murojaat qilishdi. Mana UZD qildim, hattoki UZDsini videosi ham bor. Haqiqatdan ham bizni kuzatayotganlar, demak mana shu mahsulotni reklama qilish uchun, yaxshiroq savdosi bo'lishi uchun aktyorlardan foydalanishgan. Demak fikrga kelishlari mumkin. Yo'q, unday fikr. Vujudimda homilamni ko'tarib yuribman. Unaqa aktrisa emas, biz yollangan reklama qiladigan yollanma nima emas. Rahmat sizga. O'z umuman mana shu savollar aylanib kelib menga ham tegadi o'z odatda. Nimaga men jurnalist bo'lib turibman, siz jurnalist bo'lib turib qanaqa qilib yolg'on narsani olib chiqyapsiz degan ba'zan fikrlarni eshitib qolaman-da. Va men har doim ularga aytaman, bizning hamkasblar pul uchun yolg'on gapiradigan odamlar emas. Ular yolg'on gapirib pul ishlasa uning barakasiz bo'lishini va bu bir kuni baribir teshib chiqishini yaxshi bilishadi. Va marketolog sifatida menimcha siz ham yaxshi bilsangiz kerak, bugun yolg'on aralash reklamalar ish bermay qo'ygan. Chunki baribir bizni kuzatib turuvchi zot tepada turibdi. O'zi hammani rizqini yo'lidan kelib chiqib turib, taqsimlab beraveradi. Shuning uchun men hozir bu savolga javob berayotganim sababi 50 ga yaqin oilalarga bordik o'zimiz, har biri bilan individual gaplashdik. Isbotli tibbiyot deydi, ularni qo'lidagi tashxislari va undan keyingi o'zgarishlarni ko'rdik, kuzatdik, muloqot o'tkazdik va his-hayajonlarni ko'rib turib, keyin bu kompaniya bilan ishlashga rozilik bildirganman shaxsan o'zim ham. Shuning uchun men ishontirib aytaman, biz borgan manzilda yolg'on shu paytgacha bo'lmagan va Xudo xohlasa bundan keyin ham bo'lmaydi. Markaz studiyada juda ko'p kuzataman, demak har hafta turli viloyatlarga borasiz, Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, Jizzaxga. Neytral pozitsiyamni buzish niyatim yo'q, lekin haqiqatdan ham mana Sarvar, sen kuzating, haqiqatdan ham mana shu biologik qo'shimcha yordam bergan bo'lishi mumkinmi yoki bu hammasi o'sha psixologimiz aytgandek psixologiya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinmi? Endi biz ko'p oilalar bilan gaplashganimizda shunga amin bo'ldikki, operatorlar, mutaxassislar doimiy ular bilan kontakt, muloqot o'rnatib turadi va joy-joyida qabul qilish kerakligini ta'kidlashadi. Ya'ni kompaniya vakillari mijozlar bilan bog'lanib turishadi. Mijozlar bilan ichish davrida ham, natija bo'lgandan keyin ham tug'ilguncha, mana opamizni o'zlari ta'kidlasalar kerak, bizga hattoki har bir oila falon mutaxassis bilan bog'lanib turibmiz deb ismlarigacha aytib berishadi. Ular bilan o'rtoq, do'st bo'lib ketishgan. Birinchi galda ixlos, muhabbat bo'lishi shart. Chunki biz ko'p oilalar bilan gaplashganimizda aytdiki, biz preparatni Xudo xohlasa natija beradi deb bayramda ichamiz. Va har preparatni ichayotganimiz biz uchun bayram bo'lishi kerak, chunki bu bizni kayfiyatimizni ko'tarib, natijaga yana ham tezroq olib boradigan narsa. Endi ba'zi oilalar bor, boshida bir hafta, 2 hafta ikkilandik, bo'larmikin deb siqildik, yana deyshadi, lekin bu preparatlar qabul qilingandan keyin menimcha erkak organizmida bo'layotgan o'zgarishlarni erkak kishi o'zi sezsa kerak qisqa muddatda. Endi bu o'zgarishlar qanday bo'lishi haqida mutaxassislarda to'liqroq ma'lumot bor menimcha. Misol uchun mana sizlar bo'lgan rezultat bo'lganlarni aytasizlar. Rezultat olmagan insonlarcha. Juda ham chiroyli savol berdingiz, chunki men o'z javob beraman deb kutib turdim. Mana Plan Baby loyihasini asoschisi, men juda ham shu odamdan, bilasizmi, marketologlar aytdi-ku, dorini sotish uchundir deb.
man o'zim vrach bo'lganim uchun menga dorini sotish foyda emas. Men kasalni homilador qilish menga, to'g'rimi? Nima bo'ldi? Mana karantin paytida onlayn konsultatsiya qildik hammagada. 10 mingdan ortiq bemor qabul qilgan bo'lsa, 2 mingdan ortiq homilador bo'ldi. Monoterapiyani o'zida. Keyin loyiha paydo bo'ldi, Plan Baby'da shunaqa loyiha paydo bo'ldiki, ular g'oya keldi, klinika ochish kerak. Qolgan bemorlarga ham yordam berish uchun. Siz juda ham yaxshi bilamiz, shifokorlar biz bilamiz, klinikaga qanaqa rasxod ketadi, uni jihozlarga qancha pul ketadi. Bu risk, to'g'rimi? O'shani ochganda hamchi hammasini xalqqa o'ylagan holatda klinika ochildi. Hozirgi kunda klinikamiz ochilgan hali 1 oy bo'lmadi, lekin murojaatlar soni juda ham ko'p. Ularning ichida bepushtlik sabab turlicha 24 yilgacha bo'lgan bepushtliklar bor. Unaqa holatlarda monoterapiyada yordam bermaydi. Bemorni ko'rib turib, unga kerakli qo'shimcha dorilar bilan birga berganimizda natijalar yaxshi kuzatilyapti. Biz bergandan keyin har bitta bemorni nazorat qilib boramiz. Bizga qiziq, uni erin spermogrammasi ham, ayolni reproduktiv faoliyati nima bo'lyapti, hayzdagi o'zgarishlar hammasini birga kuzatganimizda natijalarga erishishimiz oson bo'lyapti. Yana bir videoga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Demak, shifokorlar ayolga farzand ko'ra olmaysan degan bir qat'iy fikrni aytishgan, ammo vaqt o'tgach natija boshqacharoq bo'lgan. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Oldidan ketmayotganmisiz? Ha, Isachi, ketamiz. Demak, oilalarda birinchi farzand dunyoga kelgandan keyin ikkinchisi o'rtasida qandaydir katta tanaffus bo'lib qolishi mumkin va bu masalada ham biologik qo'shimcha yordam berishi mumkin. Lekin shu narsaga inobatga olish kerak. Hozir mana hammaga tavsiya qilyapmiz degan fikrni aytishyapti. Agar bu preparatni qabul qilgandan so'ng qayerdan bo'lsa ham o'zi bilarcha ichadigan bo'lsa, keyin ular natija bo'lmadi-ku degan joyga kelib qolishi mumkin-da. Shuning uchun qo'shimcha qilib o'tish kerak shularga ham. Har bitta bemor holatidan kelib chiqib tanlayman. Misol uchun nimaga tayinlayapman? Bepushtlik birlamchimi, ikkilamchimi yoki eko amaliyotga tayyorgarlik kelyaptimi? Shunga qarab turib hammasini dozirovkasi tanlanadi. Sizni savolingizga keladigan bo'lsak, u bemorlarda bizda natija bo'lish uchun biz oldin ularni tekshirib olamiz. Qo'shimcha yana kasalliklarga baravar yordam berish uchun qo'shib olamiz. O'zidan o'zi olib ichsa bo'ladi agar unda muammosi bo'lmasa. Ya'ni aytganimizdek, profilaktikada, aytganimizdek, psixogen bepushtlik kelib chiqqan bo'lsa, organizmni tinchlantirish maqsadida, qonlanishini yaxshilash maqsadida olib ichsa bo'ladi. Lekin
vrachlar tavsiya qilganda, o'zimizni tavsiya qilganimizda har bitta holatdan kelib chiqib turib tavsiya qilamiz. Uylanmaganlar ham ichishi mumkinmi? Albatta, bunaqa juda ham hozir ko'p kelishyapti. Biz bundan xursand bo'lamiz, chunki muammo bilan kelganda xafa bo'lib ketasizda. Shular oldinroq kelmaganmi, uylanishdan oldin ko'rinish kerak-ku shifokorlarga deb. Ular kelishadi, biz kelganda xursand bo'lamiz. Yosh oilalar kelishadi, 19-20 yoshga to'lgan to'y bo'ladi yaqinda. Kelganda biz ularga beramiz. Bu juda ham yaxshi natija bo'ladi. Shu o'rinda yosh kattalar ham kelishadi, kech turmushga chiqishayotganlar. Mana yaqinda bitta bemorimiz farzandli bo'ldilar. Menga kelganlarida to'ylariga 1,5 yilcha hali bor edi. Kelganlarida o'zim shu preparatlardan qo'lladim. Mamalin preparatini bitta kapsuladan 2 mahal ichdilar. Boshqa hech qanaqa dori bermadim. Natijasini ko'p kuturmadi. To'ydan keyin sirasi homilador bo'lishdi. Yaqinda o'zim bir narsani guvohi bo'ldim. Ya'ni 4 yil, 5 yil davomida homilador bo'la olmayotgan oila bor. U bizga tanish edi. Bu preparatni hozir ko'rib tanib qoldim. Shuni aynan bizdan buyurtma berishgandi, olib jo'natib yuborishlarini. Va 1 oy davomida shu doktor, aynan shu sizni preparatingizni biladigan doktor, shifokor ular bilan maxsus ishlar olib borgan va dori mana shu preparat qo'llariga yetib borguncha analiz tashxislarida ularning oilasida уже farzand dunyoga kelishi aniq bo'lgan. Demak, bu ruhiy tomonlama ham tayyorgarlik bo'lar ekan. Sizni shifokorlaringiz bu narsadan xursandchiligi orqali yetkazib, uni tushuntirib bera olganda insonning ruhiyatida shunday narsa paydo bo'ladiki, demak menda umid bor. Sizda ham shunday bo'lgan, sizda ham shunday bo'lgan va natijalar tezlashib ketgan. Men shaxsan o'zimni bemorimdan kelib chiqadigan bo'lsam, birinchi 4 yil oldin bu preparat chiqqanda, menga juftliklar kelishdi, homiladorlikka harakat qilib kelishganda, tekshirganimizda hammasi joyida, lekin homiladorlik kuzatilmayapti. Ikkilamchi bepushtligida preparatni berganda bilamiz, bizanikilar savol berishadi. Qimmat ekan, nimaga bu deb hammasini tushuntirib berganimizdan keyin bizda muammo yo'q-ku deydi. Sizda muammo yo'q bo'lganda ham ichib ko'rish tavsiya qilaman dedim. Tavsiya qilib ichgandan keyin Allohga behisob shukr, ko'zim, yuzimdan yorug' qildi. Egizak farzandli bo'lishdi. Monoterapiya o'zidan. Men boshqa dori qo'shimcha qilmaganman. Har bir insonning o'z maqsadi bo'ladi. Har bir kasbning o'z maqsadi bo'ladi va har bir loyihani maqsadi bo'ladi. Doraline Farm kompaniyasining maqsad va loyihalar jamlanmasi mavjud. Doraline Farm kompaniyasining maqsadi O'zbekistondagi va O'rta Osiyodagi mahalliy aholiga foydali biologik faol qo'shimchalarni yetkazib berish va ayrim mahalliy qo'shtirnoq ichida olib aytadigan bo'lsak, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning sifatsiz mahsulotlaridan xalqimiz foydalanib qo'ymasligi uchun bozordagi katta ulushni egallab turish Doraline Farm kompaniyasining maqsadi. Plan Baby loyihasining maqsadi aholidagi farzandsizliklar sonini kamaytirish, qisman ma'noda, albatta 100% biza ilojimiz bo'lmasligi mumkin. Baribir farzand Alloh beradi, sababchisini qilguvchi biz. Rahmat sizga. Ana shu natijaga erishganlar orasida yana bir Namangandan kelgan hamyurtlarimiz bor. Farzandim tug'ilsa My5 telekanaliga olib boraman deb niyat qilishgan ekan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, ammo ularni biz sal ertaroq chaqirib qo'ydik. Marhamat, studiyamizga taklif qilamiz. Markaziy studiyadagilar shu yerda haqiqatan ham sizlarda vaziyat qanday bo'lgandi? Qancha vaqt kutdingiz? Biz 8 yil kutdik. Aha. 8 yilda bo'lmagan joyim qolmadi. Nimalar deyishdi? Endi borsangiz toj infeksiya deydi, boshqa deydi. Kerak bo'lmagan, demak, dorilar ro'yxatini berishlar rostmi? Shunaqa holatga tushdikda. Aha. Umidsizlikka tushib qoldik o'sha paytda. Xo'sh. Lekin televizorda ko'rib reklamani keyin bir murojaat qilib ko'rdim mana shu Plan Baby'ga. Yana bitta mutaxassisimiz, sinimiz bor ekan, motivatsiya beradi har telefon qilganimda, ruhlantirib, psixologik hamma uni yordamini, gaplarini gapirib, qanaqa tavsiya bo'lsa berib turadi bizga. Mana Xudoga shukr, kecha tekshirtirdik, ana Nargiz opamiz ham shu yerdalar. 5 oylik bo'libdilar, mana o'g'ilcha. Kecha o'ziga boribsiz? O'g'ilchalik, Xudo xolasa, Xudo xolasa, inshaalloh. Aha. Qolganlar uchun bir ma'lumot sifatida mutaxassisimiz siz bilan murojaat qilgan vaqtingizdan boshlab hozirgacha aniq ayta olasizmi, necha marta bog'landi? Men o'z sinimiz bilan eslay olmayman, lekin ko'p gaplashaman. Taxminan son. Taxminan biron qanaqa og'riq sezib qolsam ham, og'riyapti desa kechasi 11 mi, 12 mi telefon qilsam ko'taradi o'sha qiz. Javob beradimi? Javob beradi. Bizga o'sha qanaqadir kerakli ma'lumotlarni berib, shuni tavsiya qilib turadi. Xizmat ko'rsatishimizni servisda baholanadigan ko'rsatkichi borda, keling shunga 5 balli tizimda baholasak,
bizni kompaniyani mutaxassislarini sizga ko'rsatayotgan xizmatlarini qaysi baho bergan bo'lardingiz? Baho berardim. Bizda mana shu nuqtada demak operatorlarga mana shu demak Plan Baby kompaniyasi mahsulotlar haqida umuman demak qonun qoidasi haqida tushuncha beradigan operatorlarga bir oila natija haqida ma'lumot bergan audiosi borligini menga hozir rejissyorlarimiz aytishyapti. Xo'sh, eshitib ko'ramiz, marhamat. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men sizni ishlatyapman. Plan Baby kompaniyasiga qo'ng'iroq qilishdi. Sizlar mahsulotlaringizdan iste'mol qilgan edik. Olgan edik. Dekabr oyining boshiga olgan edik. Xo'p. Sizlar kutgan natijaga erishdik. Judayam zo'r, a'lo darajada. Qancha vaqtdan buyon farzand kutgandingiz? 2 yildan boshlab kutayotgan edik. Shu oyning boshiga bog'lanib. Necha haftalik bo'lib homila? Hozir 4-hafta. Homila 4 haftalik bo'lib, salkam 1 oylik bo'libdi. Judayam salkam 1 oy. a'lo darajada. Tabriklaymiz. Endi bu yog'iga shifokor nazoratida bo'ling. Mayli, xo'p. Tabriklaymiz. Xo'p, rahmat. Mayli. Sizlar отдельно o'qitasizlarmi? Ularning kvalifikatsiyasi bormi? Hozir o'qituv tizimimiz haqida bir ma'lumot berib ketsak, mutaxassislar 9 yil institutda o'qimagan, ularni ma'lum bir diplomi yo'q deb ko'p call center a'zolari shunaqa hisoblashadi. Bizda mutaxassislar asosan tanlab olinadi meditsina institutida o'qiydigan va u meditsina institutida tugatgan, ya'ni tibbiyot vakillari. Plan Baby loyihasining bosh menejeri sifatida men shuni o'zim ta'kidlab aytaman. Boya hamkasbim aytib o'tib ketdilar. Bizda ko'rko'rona u sotilmaydi mahsulot. Bizda eng Plan Baby'da eng asosiy maqsadi ajrimlarni kamaytirish, farzandlar sonini kamaytirish, bepushtlarni kamaytirish. Misol hozir bizga to'g'ridan to'g'ri raqobatdoshlar bor. O'sha siz aytgan marketingini qilib, kunida odamlarning jig'iga tegib 30 marta, 40 marta reklama ham qo'yishadi. Lekin uni bittagina siz eshitib ko'radigan bo'lsangiz, umuman noto'g'ri ma'lumot berishadi. Bizda umuman bizani maqsadimiz, misol uchun 5 asr, 10 asrdan keyin mana shu Plan Baby loyihasi yashasin. Odamlarga o'zini yordamini bersin. U keyin bizga misol uchun kuniga minglab telefon bo'lganda hamma mingta odamga biz mahsulot sotmaymiz. Kimdir o'ziga kerakli bo'lgan, o'zi uchun foydali bo'lgan ma'lumot topib chiqib ketadi. O'sha ertalab turib yugurishi, to'g'ri ovqatlanishi, vaqtida uxlashi, shunaqa faoliyatimiz davomida shunaqa bemorlar duch kelgan er-xotin bir-biri bilan normal yashamaydi. U mahsulot qanaqa yordam beradi ularga? Birinchi uni to'g'ri yashattirishimiz kerakmi? Umuman bir-biriga nisbatan muomala madaniyati yo'q. Ularni biz oldin to'g'ri hayotga to'g'rilashimiz kerak. Ana undan keyin bizga mahsulotimiz yordam bera oladi. Bu preparatni analogi, o'xshatmasi boshqa davlatlarda ham bormi yoki faqat o'zimizdami? Albatta bor. O'zimizda ham bor. Agar buni xuddi shunaqangi 75% natija beradigan preparat agar boshqa joylarda yo'q bo'lsa, buni bir davlatga, dunyoga olib chiqishni harakatini qildinglarmi, yo'qmi? Albatta, bu mahsulotlar analoglari bozorda juda ham ko'p. Mahsulotlarning analogi imенно shunaqa tartibda yig'ilganligi sostav jihatdan bor, topsak bo'ladi, lekin strukturaviy jihatdan topib bo'lmayapti bozorda. Va strukturaviy jihatdan deydiganda farmatsevtlarga tushunarli bo'lishi mumkin, ya'ni производитель ishlab chiqaruvchilarga tushunarli bo'lishi mumkin, xalqimizga tushunarli emas. Mahsulotda bir dona kapsulaning ichidagi xomashyo bitta joydan olinishi ham mumkin, bitta joyda tayyorlanishi ham mumkin, lekin uni qanaqa iste'molchiga yetkazib berish muhim ko'rsatkich bo'ladi. Buni xalqimiz tushunmaydi. Mana shu ko'rsatuv orqali, Amirxon show dasturlar orqali biz yetkazib berishga harakat qilamiz xalqimizga mahsulotlarni qanaqa turda iste'mol qilinishi ma'qulligini. Bizning kapsulamiz blisterda, ya'ni kaseta deydi xalqimiz tilida, kasetada bor. Bu kaseta maqsadi o'sha har bir kapsulaga ustidagi oblochkalarni saqlanib turishga yordam beradi. Mana mahsulotimizdan o'zini ham studiyaga olib kelganmiz. Mana bu mahsulotimizning korobkasi bu dunyo standartiga mos bo'lgan, hozirgi zamonaviy qadoqda bo'ladi. Buni eksportni boshlaganmiz. Hozir O'rta Osiyoga Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston ham aktivni qo'shilgan. Bu mahsulotlarni sotib olish va sotish targ'ibot qilish bo'yicha mahalliy distributor va dillerlar, mahalliy va u davlatlarning mahalliylari. Bu nima so'rashadi? Nimaga kerak? Qog'oz qandni ustiga 3 ta 4 ta upakovka qilinsa chet ellikka bo'lib qoladi degandek ma'no beradigan deb ko'p savol so'rashgan bizga. Bu o'zbek tilida qadoqning ustidagi qadoq. Bu qadoqning ustidagi qadoqning vazifasi nima? O'zbekiston quyoshli davlat. Yoz oylarida buni saqlab turish uchun biz mana bunday termoslashli plyonkalardan foydalanganmiz. Bu 3 ta sloyga ega bo'lib, buning ichida ham poliuretileniya plyonka va ikki tomonlama alyumin folgadan qoplangan. Buni maqsadi nima?
yoz kunida endi mana oilalarimizda Qoraqalpog'istonda yoz qanaqa bo'ladi? Juda issiq bo'ladi. Namanganda ham issiq bo'ladi. Buxoro qishimiz qanaqa bo'ladi? Eng sovuq Qoraqalpog'istonda menimcha. Namgarchilik yuqori bo'ladi, to'g'rimi? Biz buni temperaturadan himoya qilish uchun, namlik va quyoshli kunlarda bundan himoya qilish uchun buni ishlab chiqardik. Endi bu mahsulotni biz dastlab aptekada sotganmiz. Buni onlayn uchun primoy o'zlariga yetkazib bera olamiz. Sutka davomida bizning dastavkamiz mavjud. Respublikamizning xohlagan nuqtasida biz sutkada yetkazib bera olamiz. Unda muammo yo'q. Biz 4 yil oldin buni aptekada sotganmiz. Aptekaning polkalarida hammasida bir xil sharoit bormi? Poytaxtimizda bo'lishi mumkin, lekin viloyat aptekalarimiz, viloyat dorixonalarimizning polkalarida sharoit yo'q. Qaysidir polka quyosh nurida qolib ketadi, qaysidir polkada mahsulot ochiq qolib ketadi. Flakonda sotilganda hech kuzatganmisizlar? Flakon og'zi ochiq qolib ketadi, ichidagi mahsulotga havo kirganda havo bilan birga namlik ham kirib boradi. Bu juda katta minusga olib keladi. Biz bunaqa qilganmiz va iste'molchilardan so'rab qolamiz. Iste'molchilar va xalqimiz mahsulot qanday turishda, oziq-ovqat mahsulotimi, dori vositasimi, mahsulotni qadog'iga ahamiyat qilishdi. Qadog'ida kamchiliklar bo'lgan mahsulotlarni ichida ham kamchilik bo'ladi. Lekin u kamchilik juda ham katta bo'lsa, bu zaharga olib keladi. Zahar inson o'ziga o'zi o'lim tilamasa kerak. Mana shu joylarga ahamiyat qilishlarini iltimos qilamiz. Nima uchun biologik badlar, mana shunga o'xshagan narsalar, chet eldan kirib kelayotgan narsalar Toshkent shahrida kontent yig'olmaydi. Viloyatdagi shaharlarni emasda, chetdagi qishloqdagilarni yig'ib olib keladi. Bu qishloqdagi aholini ishontirish osonmi bunaqa narsalarga deb ham bir yuqori. Shuning uchun ham Toshkent shahardagi poytaxtdagilar yoki viloyat shahardagilar emas, chet qishloqdagilar aynan mana shuni rezultatini ko'proq ko'radi va ular gapirib bera oladi. Shuning uchun aytamanki, men nafaqat sizlar chet qishloqda emas, poytaxtda va chet elda natija ko'rsatsanglar, menimcha shunda yaxshiroq yuqori qatlam ham bunga o'z moneligini bildirgan bo'lardi. Yo'q, biz ham mana Toshkent shahri bo'ylab ham borganmiz, obyektlarimiz ko'p, lekin ba'zi oilalarda, ayniqsa Toshkent shahrida xo'jayinim ruxsat bermadi gapirishga, qaynonam ko'nmayapti televizorga chiqishimizga degan fikrlarni aytishadi. Shuning uchun Toshkent shahridagi kontingent u qadar ham ko'p yoritilmaydi, lekin shu paytgacha adashmasam bir 10 dan ortiq Toshkent shahridagi xonadonlarga bordik. Har xil joylarga borib davolanishdi. Juda ko'p joyga borishdi, doktorga ham borishdi. Bundan oldin ham juda ko'p dorilar ichganmiz. Bo'lmagan. Turmush o'rtog'im hech qachon bo'lmadi, ajrashaman degan gapni qilmaganlar. Oxirgi ichgan mahsulotimiz shu bo'ldi, shu sababchi bo'lib bo'ldi. Endi Alloh nasib qilgan ekan, oxiri mana shu mahsulotni ichgandan keyin xushxabar bor deb qolishdi. Rosa xursand bo'ldik. Qon topshirib ko'rdik, o'shanda bildik 1,5 oylik bo'lgan ekan. Endi u paytdagi narsani gapirib bera olmayman. Xudoga shukr qildim, faqat yig'ladim. Boshimdan o'tgani, shuncha kutganlarim, sabrli bo'lish kerak ekan degan narsa hammaga tavsiya qilaman. Shunaqa xursand, hammamiz xursandmiz endi. Voy, Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Alloh sabr berganiga shukr. Eson-omon qutulib bag'ringizga bosib oling, Xudoyim. Aytganingiz kelsin. Baxtimizga sog' bo'linglar. Shular borman de. Qizim yo'q, 4 ta kelin, 4 ta qizim bor deb qo'yishadi. Men o'zim shaharda ishlayman. Bularni gaplariga qo'shimcha qilib ketadigan bo'lsam, shaharda ishlayman. Bemorlarim hammasi shaharli, lekin biz juda ham yaxshi bilamiz, bizanikilar ommaga chiqishdan qo'rqishadi yoki bijir-bijir qilib qo'yasizlarmi, bir nima qilasizlarmi? Yo'q, biz unaqa qila olmaymiz deganda ular chiqishmaydi. Lekin men o'zim hamma bemorlarim shaharli, hammasida homiladorlik kuzatiladi. Ular hozmash peridacham ko'rgandan keyin ham aytishadi, shu preparatni menga bergandi shu vrach deb eslashadi. Sizni u gapingizga qaytadigan bo'lsak, shifokorlar aytganingizdek yaxshi o'qimagan unaqa emas. Bilasizmi? Именно shu bepushtlik bilan shug'ullanadigan shifokorlarga mana ko'pchilik ko'rib turibdi. Mana shu Plan Baby klinikasi ochilganda juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti, bemorlar kelyapti-da, ularda nima bo'lyapti? Tuxumdonda kista ko'rishyapti, folikularni kista. Nima qilish kerak folikularni kistani? Kesib tashyapti. To'ppa-to'g'ri, hech narsa qilish kerak emas. Lekin ular kesib tashyapti. Bemor keldi, 4 marta kistasini oldirgan. Hozir yana bitta tuxumdonni yana kista bo'lib turibdi.
unga yana olib tashlaymiz deb aytishgan. Endi men ularni yomon demoqchi emasman, lekin har bitta odam o'zini bilim darajasida bemor ko'rinadi. Bizda shaharda ular ham aytdilar, qishloqdagi bemorlar nimaga imindi qishloqdagilarni olasizlar? Hamma qishloqdagi bemorlar shaharga kelgisi keladi. Chunki nimaga? Birinchi yangilik shaharga keladi. Birinchi bilim oshirish shaharda bo'ladi. Malaka oshirishlar bizda bo'ladi. Yengilliklar bizda bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik shaharga kelishga, shaharga intiladi. Biz ularning natijalarini ko'rganimizda, men hech qaysi shifokorni yomon, yaxshi demayman. Har bitta shifokor bilasizmi? Qanaqa zo'r shifokorga borsin, lekin uni sababchisi bo'lmasa, uni bo'yida bo'lmaydi. Oddiy shifokorga borsin deb aytganingizdek, oddiy dorisini bersin deb homiladorlik kuzatilsa, bu uni sababchisi bo'ladi. Avvalambor men o'ylayman hammasi Allohdan. Bu batla menimcha yordamchi, Alloh shularni sababchi qilgan. Xolos. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, sizning savolingizga va keyin sizning savolingizga ham qisqacha javob berib o'tamiz. 4 mingta oilani tanlab olganmiz. 4 mingta oilani bizning mutaxassislarimiz alohida kuzatib borishadi. 4 mingta oilada ular bizdan oldin ham yetarlicha vrachlar ko'rigidan o'tishgan. Vrachlar ko'rigidan o'tishayotgan paytda davlat davolanish maskanlariga borsak, uzundan-uzun navbatlar. Xususiy sektorga ham kirsak, uzundan-uzun navbatlar. Ichi qizigan odam vrach oldiga kirganda vrach mutaxassisini necha foizini eslab qoladi? Deylik, hozirgi 2 soatlik suhbatimizdan necha foizini eslab qola olamiz? Biz shuni analiz qilib chiqdik. Buni marketing ko'rsatkichlari ham inkor qilmaydi. Analiz qilib chiqqanimizda vrach qabuldagi bo'lgan atigi 10 daqiqa bizani aholimizni esda qolyapti. Bu 10 daqiqada nima esda qoladi? Birinchi aytilgan emotsional so'z. Vrachlarimiz har xil birinchi aytilgan emotsional so'z bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi bizani aholimiz pul to'lab unga qabuliga yozildi yoki uzundan-uzun navbatga turdi, kirdi, hafsalasi pir bo'ldi, uyga bordi, lekin o'sha 10% narsani qildi. Mayli dorini sotib olgan bo'lishi mumkin, falon retseptlarni sotib olgan bo'lishi mumkin. Amalda ijro 10%-ku, to'g'rimi? Bizani loyiha amaldagi ijroni 90%, 99% ijro qilishga majburlaydi. Bizda nimaga aynan Toshkentda kontent yo'q deyiladi. Bizani ijtimoiy tarmoqlarimiz va saytlarimizda, YouTube sahifalarimizda nafaqat O'zbekiston, balki chetda ham natija olgan o'zbeklar, biz hali boshqa millat vakillariga Tojikiston, Afg'oniston millat vakillariga ham sotganmiz. Ularning tilida borib turib odziv oladigan hali imkoniyatimiz shakllanmadi. Buni ham yo'lga qo'yganmiz. Yaqinda Moskvaga safar qilishlari kerak. Moskvaga safar qilganda Rossiyadagi o'zbek oilasi farzand ko'rgan, bizning mahsulotimizni iste'mol qilib, shular chaqirgan. Biz O'zbekistonga bora olmaymiz, sizlar kelib odziv olib ketinglar deb. Yaqinda Yevropadagi o'sha bitta o'zbek oilasi bor ekan, unga kimdir orqali yetkazib berilgan mahsulot, ular ham odziv bermoqchi. Ular bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda kommentariy sifatida qoldirishgan va biz bilan bog'lanishgan. Bizani kuzatib turganlar yaxshi bilishadi, bu dunyo tomonlama yoyilib boryapti. Mahsulot va loyiha, Plan Baby loyihasi. Bizani O'zbekistonda asosiy aholimiz, auditoriyamiz halol. Ya'ni sertifikatiga qiziqishadi, sababi musulmonlardan tashkil topgan. Musulmonlar halol mahsulotlarni iste'mol qilgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Kapsulada ko'pchilikda ehtimol bo'ladi, bu jelatin kapsula nimani go'shtidan, qaysi hayvonni mahsulotidan qilingan deydigan joyda ko'pchilikda savol tug'iladi. Asosan cho'chqani ichagidan ishlatiladi degan terminlar mavjud. Bizani kapsulalarimiz Hindistonda Natural Capsule Limited kompaniyasidan va halol sertifikatiga ega bo'lgan holatda O'zbekistonga yetkazib beriladi. Vitamin, minerallarimiz Germaniyaning Stein vitamini Das Industries va Krish Pharma zavodlaridan yetkazib beriladi. Ular bilan ham to'g'ridan to'g'ri bizning shartnomamizda mavjud. Ularda ham albatta halol sertifikatlari mavjud. Halol sertifikatga to'xtalib o'tganimiz bu O'rta Osiyoda hozir bizani eksport yo'liga qo'yganmiz. Boshqa davlatlarni so'rayapti. O'zbekiston boshida so'ramagan bu narsani, keyinchalik so'rashni boshladi, lekin qo'shni davlatlarimiz, ayniqsa Afg'oniston va Turkmaniston juda qattiq so'rashdi bu narsani. Halol sertifikatlarimiz ham mavjud. Biz hammamiz yaxshi bilamiz, reproduktiv texnologiyalar ishlab chiqilgandan keyin bepushtlikning davosi topilgan hisoblanadi, lekin hozirgacha bemorlar murojaat qilganda ularda bepushtlikning sababi topilmayotgani, befarzandlik yoki farzandi bo'lmasa ekan olish kerak, asrab olish kerak degan gaplarni aytishyapti. Lekin bemorlar kelganda har bitta bemorga sinchkovlik bilan qaraydigan bo'lsak, avarial zaxirasi normada bo'ladigan bo'lsa, erini urug'ida muammosi bo'lmaydigan bo'lsa, ularga yordam berish yo'llari juda ham ko'p. Yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalangan holatda yordam berish turlari ham juda ham ko'p. Yana qisqacha qilib shu to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Juda ham
ayol kishini o'sha tuxumdonlari, ya'ni o'sha fertil a'zolari eng asosiysi o'sha avarial rezervi bu brilliantga teng hisoblanadi. Buni ginekologlar bilishadi. Ularni ortiqcha teyish, operatsiya qilish, tig' tegdirish, kistani olib tashlash mumkin emas. Iloji boricha ayol o'zini nasli, o'zini urug'i bo'lishi uchun u zaxiraligi teyish kerak emas hisoblanadi. Men shuni ko'rayotgan vrachlarimizga ham aytgan bo'lardim, agar bemorda kista holat kuzatiladigan bo'lsa, u birinchi o'rinda davolash kerak. Kista bu asorat, bilamiz, sabab tepada turibdi. Sababini bartaraf qilsak, u kistani o'zi ham so'rilib ketadi, homiladorlikka ham erishamiz. Avvalo tanqid qilish juda ham oson, birovni kamchiligini ko'rish, lekin bitta odamga baxt ato etish ham juda katta mehnat. Agar haqiqatan siz aytganingiz bo'yicha shuncha oilalarga hammalarda tabassum, yuzlarida shunaqangi yaxshilik ulashayotgan ekansizlar, omad tilaymiz sizlarga. Butun dunyo bo'yicha 50 millionga yaqin juftliklar farzandsizlikdan qiynalayotgan ekan va bugungi demak sarlavhamiz farzandsizlik bedavo dard emas degan fikr. Bundan tashqari mutaxassislar tomonidan aytilgan fikrlar, tavsiyalar, maslahatlar umid qilamizki, ayrim oilalarga manfaatli bo'ladi. Menimcha o'zingiz uchun xulosani chiqardingiz. Biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.